boshla. Ular skalamashi yorug'i bormi mana shu. Hozir qon chiqib turardi, ashil joyiga dorilarni qo'yib tuzatib yubordim. Hozir xudo xolasa zo'r ketyapti. Zo'r ketyapti. Qanday tish buzdi bu molimiz. Nargisi katta turibdi-yu. Bu tish buzmabdi hali. Katta. Endi oshna buqa olishda birinchi o'rinda nimaga e'tibor berish kerak? Masalan, 20 million puli bor, bitta novvos olib qo'yaman, boqaman deyapti. Sizning maslahatingiz qanaqa novvos olib boqishni maslahat berasiz? 20 millionga endi zotli olsangiz bo'zagidan beradi. Zotlikka bo'zak beradi. Misol jaydor olsangiz mana shunaqa kattaroqlardan beradi. Kattaroqdan boqma buqa beradi. Boridan olsak jaydarini. Menimcha shu jaydari yaxshiga o'xshayapti. Chunki yana bir yangi boshlovchilarga. Yana bitta narsada bu yerda jaydari mol, kuragi bo'ladi. Tez semiradi. Misol kichkina nima deydi? Zotli mol olsangiz, bu mol o'sib, misol 500 kilo bo'lguncha 200 kilo mol. Shuncha narsani yeb qo'yadi. Bu unchaga bormaydi. Keyin yana bitta narsa kilo qo'shish ham o'sha zotli molni misol olganingizda kilosi 90 ming atrofida qadalib qoladi-da. Bularga 60 mingga borib bormaydigan bo'lib qoladi. Keyin nargi mollar 500 kilo bo'lguncha xullas kalom kuniga 2 kilodan kam qo'shmas kerak-da foyda bo'lish uchun. Foyda bo'lish uchun. Bular misol 900 gram qo'shsa ham foyda bo'lib ketaveradi. Jaydarilar. Haqi ham bor. Shuning uchun ham pul оборот tez bo'ladi-da, foydaga tez kiradi. To'g'rimi? Endi 20 million puli bo'lsa deyapsiz, masalan, 5 ta mol olib boqishni boshlayman desa, shuni o'rniga jaydari mollardan 7 ta, 8 ta olsa, mana Qirg'iziston qo'li. O'shna mana shu buqaga necha oy bo'ldi? Hozir videoni boshida aytdik, uzoqroq ushalgan, mana shu buqaymi? Bu 16 oy bo'ldi. 16 oy bo'ldi. 16 oy bo'ldi. Mana почти buqa lekin yetilgan, tayyor, lekin hali qorin tortmagan. Xudo xolasa yeyishi zo'r. Yeyishi zo'r. Qorinni qarangmi? Buni sheriklari bor edi. 12 ta olgan edik, bitta qoldi. Bitta qoldi. Kanalimizda hozir kanalimizdan ko'rsatib ketamiz. Mana shu kanalimizga kirsa hammasini sotgan videolarimiz bor, kelgandagi mana. Mana, hurmatli obunachilar, Adhamboyning kanali, Adhamboy o'zi deb yozsanglar chiqadi. U o'zining shu buqasining rasmi bor. Necha mingta ekan obunachi? 78,5 mingta. O'tib kanalga like bosib, gumlatib qo'yasiz. Silkasini qo'yib ketasa kam ekan. Necha kilodan yeydi mana shu eng katta buqangiz hozir? Siz granula berasiz? Granula beramiz. Bunga 600 kilo atrofida-da bu. 6 kilo granula, ertalab 3 kilo, kechqurun 3 kilo. Ertalab 3 kilo, kechqurun 3 kilo. Endi yemni hozir o'zingiz tayyorlaysiz. Ko'cha narxida hisoblasangiz qanchadan tushadi? Hozirgi moment. Ko'cha narxida 4900 sotyapmiz biz. 4900 granulani o'zingiz ishlab chiqarib. Ishlab chiqarib, obunachilar. Obunachi qiziqqanlarga, hali pastyanni emas. Qiziqqanlar uchun shu bitta ikkitasi olib ketadi. Mana shular 4800, 4900 beryapti. 4800, 4900. Mana shu 6 kilo hisoblanaveradi-da. 30 ming kilo molda bu. 650 kilo. Videoda bunday narsa, videoda aytib ketganmiz, misol 300 kilolik mol bo'lsa 3 kilo berasizlar deb. O'rtacha. Lekin hozir kattargan sari yemni ozaytirganmiz. Misol 100 kiloga 1 kilo bo'lsa, 1 kilo 100 dan hisoblayapti o'zi. Trivesiga. Hozir 600 kilodan oshiqda bu. 6 kilo beryapti. 6 kilo beryapmiz. Endi mana shu buqa boqishda ham, katta buqa boqishda ham o'zini naqasi bor. Masalan, katta fermada turibmiz, bular oziq-ovqatini manba qilib qo'yiladi. Mana shu buqa kuniga kami bir 40 ming, 50 ming chiqim bor-da. Hozir granulani o'zini ko'chani pulida hisoblasak 4800, 5000 dan hisoblasangiz 6 kiloyingiz 30 ming so'm. 15 kilo silyos yeydi, to'g'rimi? 12 kilo. 12 kilo silyos yeydi. 12 kilo silyos beramiz. Silyos narxi ham почти 1000 so'mga chiqib qoldi. 12 ming so'm silyos o'zi. Endi oshna bularga qanaqa dori-darmonlar qilinadi yangi kelganda? Birinchi o'rinda yangi buqa olib keldingiz, yangi bog'landi. Do'stim, xudo xolasa videolarini ham qo'yganmiz, yana bir marta aytamiz sizga, obunachilaringiz uchun. Birinchi kelganda Ivermectin ikkovini qilamiz. Ivermectin.
o'sha teri ostiga qilinadi. 2 marta qilinadi. 5 kun o'tkazib, 5 kun. 5 kun o'tkazib, o'sha Ivermektin asosan jigar qurtiga-da, Jigar ichki qurtiga. parazitlarga. jigar qurtiga emas, tashqisiga shu qo'tir bo'ladi mol. Ha. Keyin bitkanasini ham ancha-muncha oladi. Mana shu buqa, hurmatli obunachilar, o'zgarmaydigan buqasi edi, va shu zo'r haydavor. Kanalda ko'rgan bo'lsanglar, Arxon boyda. Bular ham yashil o'tkizdi. Yoqsiz semiryapti. Keyin rostdan mana shu yog'siz deganingizga kecha kuni so'yib berdingiz-ku Qirg'iziston paroda buqalarni. Yog' berish naqasi qanaqa bo'ldi? Undan Qirg'iziston buqasini ham so'yganmiz, keyin jaydarini ham ko'rdingizmi, qizil? Ha, Jaydari. qizil. Uni ham so'ydik. Jaydarida sal ozroq chiqdi. Yog' miqdori oz Ozroq chiqdi. chiqdi. Teng boqilganmi vaqti? Pashti teng. Pashti teng. Bir qancha? Bir oy u yoq bu yog'ida-da. Bir oy yog'dan. Hurmatli obunachilar, yog' berish. Go'shi bir xil, sifati, chiroyliligi. Ha, go'shi zo'r, bir xil. Biz granulamizda nima deydi, mollarni go'shi ham shirin bo'lib ketadi. Shirin bo'lib ketadi. Ko'pchilik mahalladagilar dod devoradi. Qanday boqasiz buqalarni? Mana shu Qirg'iziston paroda buqalarni. Mana shu tishi g'ichillatyapti. Mana shu buqa nimadan oshni? Qaytidadir Og'rig'i dardi bo'ladi. Og'rig'i bo'ladi. Lekin buni shu tirnog'i o'sib ketgani bo'lsa kerak. Asha tindaq ham birinchi qismda videoda ko'rsatganman, hurmatli obunachilar, mana shu buqani. Bu ham 700 kiloga yetib yetmay katta buqa. Bunga ham 15 oy bo'ldi. 15 oy bo'ldi. 15 oy atrofida bo'ldi. Bu buqa ham o'zgacha buqa ekan. Buni 15 millionga 5 ta olganmiz. 15 milliondan tushdi. 5 ta edi, bittasi qoldi. Haligi ko'pchilik bilsa kerak, Messi laqabli buqamiz bor. Shu sheriklar. Sherigi. Billa turasizda mana shu yerda o'zi. Messi 650 kilo chiqdimi? 680 kilo chiqdi. 680 kilo. Shu Messi sheriklar. Hadi. Mana buqani ko'ringlar. Hadi. Mana. Turishgan qiynalib ketdi. Yo'qolsa yog'siz semirib turgan. Yog'siz, Molni o'ziga bog'liq ekan. Yemishiga deydi ko'pchilik. Molni o'ziga bog'liq ekanda bu. Mana. Buqani yo'l dumba sovorgan varianti. Uzoq turgan naqasiga tuyoqlari ham mana o'sib ketgan. Yetarli bo'lib qolgan endi bu. O'sha qorimda ham ancha tortibdi bu. 700 kilo ham chiqib borsa kerak-a boshna. Chiqib boradi, xudo xolasa. Kanalni kuzatib borsanglar ham bor kanalni buni. Alhamjon shu tomoni yaxshi.